Blackpink haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Blackpink 2016-yil 8-avgust debyut qilgan. Ular YG Entertainment kompaniyasi ostida tashkil topgan. Guruh 4 a'zodan iborat: Rose, Jisoo, Lisa va Jennie. Ularning debyut qo'shig'i Bombaya va Whistle. Guruh nomi go'zallik va kuch degan ma'nolarni anglatadi. Whistle va Bombaya qo'shiqlari chiqishi bilan chartlarda birinchi o'rinni egallagan. Blackpink K-pop tarixidagi eng mashhur qizlar guruhidan biri. Ular Billboard Hot 100 va 200 chartlarga kirgan ilk K-pop qizlar guruhi. Blackpink YouTube'dagi eng ko'p obunachiga ega guruh. Guruh Blink deb nomlangan fanlar bazasiga ega. How You Like That qo'shig'i YouTube'da 24 soatda eng ko'p ko'rilgan video bo'lgan. Ular Coachella festivalida qatnashgan birinchi K-pop qizlar guruhi. Netflix Blackpink haqida hujjatli film olgan. Kill This Love qo'shig'i YouTube'da milliarddan oshiq ko'rilgan. Jamoa a'zosi Lisa 2021-yilda solo qo'shiqlari bilan rekordlarni o'rnatgan. Blackpink K-pop tarixidagi eng ko'p pul ishlab topgan guruhlardan biri. Billboardda birinchi bo'lib top 40 talikka kirgan guruh. Guruhning Dududu qo'shig'i 2 milliarddan ortiq ko'rilgan. Hozirgi kunda guruh a'zolari yakkaxon qo'shiqlar ishlashmoqda. Ularning har bir albumi 20 milliondan ortiq sotilgan. Rose gitara chalishni Avstraliyadagi cherkovda o'rgangan. Jamoa a'zosi Jennie 5 ta tilni biladi. Jisoo bolaligida rassomlikka ham o'qigan. Rose'ni kompaniyada hamma oltin ovoz deb atashadi. Aslida Jisoo kinoda ertaroq debyut qilish kerak bo'lgan, ammo jamoaga sodiqligi tufayli buni kechiktirgan. Rose yozgan she'rlarini sirli daftarchada saqlaydi. Uni faqat otasi o'qigan. Liza har doim sahnaga chiqishidan oldin bolalikdagi rasmiga qaraydi. Bu unga kuch beradi. Jisoo bolaligida taekvondodan 3-daraja olgan. Blackpink 6 yillik tayyorgarlikdan keyin debyut qilgan. Liza 2019-yilda yashirincha 3 ta bolalar maktabiga moliyaviy yordam bergan. Blackpink nomidan oldin Pinkpunk nomi ham qo'yilishi mumkin bo'lgan. Rose kichkinaligida pianino chalgan. Jennie sahna ortida introvert odam, lekin sahna oldiga chiqishi bilan butunlay o'zgaradi. Blackpink aslida 9 ta a'zodan iborat bo'lishi kerak bo'lgan, ammo 4 tasigina finalga yetib kelgan. Guruh a'zolari klipidagi harakatlarni 90% o'zlari ishlab chiqadi. Jisoo bolaligida aktrisa bo'lmoqchi bo'lgan, qo'shiqchilikka tasodifan kirib qolgan. Guruhda eng ko'p yig'lagan a'zo bu Lisa. Guruh yozgan 25 ta qo'shiq hali chiqmagan. Bu qo'shiqlar YG kompaniyasining bazasida saqlanadi. Jisoo aslida taom pishirish bo'yicha sertifikatga ega. Lisa guruhdagi eng yaxshi raqqosa sifatida tanilgan. Ular AQSh, Yaponiya, Koreya va boshqa ko'plab davlatlarda chartlarni portlatgan. Guruh Netflix tomonidan chiqarilgan hujjatli film bilan keng auditoriyani qamrab olgan. Universal Music bilan hamkorlik qilgan. Apple Music va Spotify'da eng ko'p tinglangan K-pop guruhlardan biri. Ular Dior, Louis Vuitton, Chanel kabi brendlar bilan ishlashadi. Blink fanatlari dunyoning har bir burchagida mavjud. Ularning inglizcha qo'shiqlari global auditoriyaga juda ham yoqadi. Lizaning Instagramda 100 milliondan oshiq obunachisi bor. Guruh yaqin orada konsert berishi va comeback qilishi aytilmoqda. Do'stlar, videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Va kommentariyada keyingi video kim haqida bo'lishini yozib qoldiring. Sizlar bilan azik bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha.